Ulan men yurib biz inang uyda emasmiz, biz uy shahardamiz. Sal menga o'xshamdi. Kulturni bu. 9 yil jismoniy tarbiyaga klassik burkitaydan triko kiyib borgan bola o'zincha kulturli bo'lib qoldimi? Guptentak. Yana sezdiringman mana. Qishloqda sharmanda bo'lgam jetmaganda Toshkentga kelib sharmanda bo'lib ketamanmi deyman. Apar Toshkentga kelib qolsiz metroga bor. Ihoda, yosh bolali nogiron yosh katta qariyalarga joy bering desa, hammasiga joy berib bozor qiladi. Men yosh bolali emas, nogiron emasman-ku. Zota qariyasan-ku. Bormasam borman. Yo'q-so'qda. To'g'ri qildik ashir. Men aqlsizga bo'yamkam. Aqlim bo'lsa sinfdoshga aylanamanda. Ya muncha mol durasan maktabdan kechqurun sidanaga borsam, romantika o'rniga qo'yingni ishda tug'anni, siring nechida sut berishini aytib o'tir edim. Xuddi boshqa qiladigan ish yo'q deydi. Voy belam. Aka, bunday qarab turibman. Sinfdoshingizga uylangan ekansiz, ha? Ha, shunday. Aka, men ham sinfdoshimni yaxshi ko'raman-da. Shu unga uylansam yaxshimi yoki uylanmasam yaxshimi? Endi uka bu sinfdoshga uylansang ham siqilasan, uylanmasang ham siqilasan. Nimaga? Uylanmasang gullagan xonchaday qizida, nima uylanmam deb siqilasan. Uylansang men gullagancha qurib qoldi-ku, nima uylandim deb siqilasan. Qorni chiqib ketdi-yu, bir lag'mon yeymizmi? Men osh yegim kelyapti, osh yeymiz. Lag'mon yeymiz. Osh yeymiz deya tushcha menga qarasa meni sinfdoshim bo'lgan bilan xotinimiz oilada erkak xo'jayin bo'ladi. Men nima desam shu bo'ladi, osh yeymiz. Ketmayji. Sinfdoshga uylansang sensiragan bayli aka chiqsa uradi. Qani hozir maktabda o'qisam, ma'lumga chaqtirib boralam do'stim. Sinfdoshga uylanasan, o'lang go'kalla.